Bovam aytgan hikoyalar, qizim aytgan naqshalar. Chatmi ünalg'u drammasi. Bova? Muallim bizga hamisha bilinganni bo'riya degan gap bor. Bir-biringlar bilan jidallashmay inoq o'tinglar deydi. Bilinganni bo'riya degan nima gap bova? Bu sualının cevabını bunu hikayeden bilip al. Bir yurtta 4 itba bulup, ularning biri padichining, biri qassobning, biri oshpazning, yana biri navoiyning uyida yashaydi ekan. Ular bir kuni uchrashib kelib, o'zaro do'st bo'lishibdi. Ağaylar, mushundaq do'stlikni uzundan beri arzu qilib kelgandim. Bugun muradim hosil bo'ldi. Sen qandaqsiga bu xiyolni qilib qolding? Men egamga yordamlashib, bir patim molni beqib kelyapman. Egam mendan bek rozi. Biroq uning oldida men baxijil. Nemishqa? Bir biri pat kelib qo'y o'g'irlaydigan bo'lib qoldi. Men har qancha qilibmi uningga taqobil turolmadim. Sizlar bilan burunroq do'st bo'lgan bo'lsam, biriga birlikda qarshi turardik-da. Egamning oldida yuzib yo'riq bo'lgan bo'ladi. To'g'ri aytding. Yana ham bo'lsa-mu, bo'rini birlikda yo'qtayli. Agar tezdan uning adini bilmasak, sening qo'ylaringni yeganga qanoat qilmay, butun yurtimizga tahdid soladi. Bizni kishilar vafodor deb ta'riflashidi. Shunga ismi jismimizga loyiq ish qilaylikmi? Bu ofatni yo'qotib, eldan yana bir mukofot olaylik. Amisa gapimiz gap ha? Birining qarsini ko'ribla sizlarga belgi beraman. O chaqda 4 tarafdan qapsaymizda, bir qala chiqasimi qachanmaydi. Mertni maydonda ko'ring debgan. Qo'rq gap eshak yigit. Ishini vaqtida ko'raylik. Yuringlar. To'xtanglar ağaylar. Bu ishda sen solo men solo qilmay, hammamiz bir dil, bir niyat bo'lmasak bo'lmaydi-ku bu. Çatak. Hey, bari. Gel görmeydi o. Yürü. Ben yenildi. Sen beni bir yayısla o. Yaymaz. Amisi yolları bozan kocam dep koyup böyle tutma. Benim demekçi boğunum. Sen takılma. Özene dünyada hiç kimge takılmaydım. Lekin sizlerdek batırların balığını bilmek dikenme. Sizler hemen ala bir tukanma. Bir tukan ko emas. Lekin bir tukan deme çare. Beni tanıysan ko. Tunime. Ama buna... Bu kasapның işte. Bu aşpezның işte. Mavun havayның işte. Tanып aldың mı? Endi ko yesek bola. Qani kelinglar dostlar. To'xtab turinglar. Navoiyning ishti chiqib tursin. Sizlar uchunlar yaqin kelinglar. Hey, sen merak etdi. Men podachining nurg'un qo'ylarini yedim. Qassobning qinini yaladim. Oshpazning yunsini ichdim. Lekin Navoiyning hech nimasiga ziyon solganim yo'q. U ishning meni yeyishga nima haqqi bor? Sizlar uchunlar meni yeyishga haqliq. Shunga Navoiyning ishtini ujuqtirib deb, andin meni yanglar. Hepbelli. Endi oshpazning ishti chatga chiqib tursin. Sizlar ishkinglarga gapim bor. Yaqin kelinglar. Oshpazning yunsini ishib qo'yganimga uning ishti meni yeyishga haqlimi? Meni esa ishkinglar yanglar. Uni ujuqtiratmasanglar sherik bo'laman deb turib oladi. Bana bage. Emis iki tarafta tel qo'salamiz. Endi chu, qassobning ishti sen oyadira turib tur. Men qara, rostni aytsam, meni yeyishga faqat sen loyiq. Chunki men sen boqqan qo'ylarni yegan. Qassobning qinini yalab qo'yganimga uning ishti meni yesasini qo'sg'im kelmamda. Sen uni chiqayotib, o'ngga yetib meni yemamsan. Ras.
Biroq qassobning ishtiga kuchim yetmasmikan? Hey, davatkan gepingni qara. Men yordamlashmam dema. Undaqsa, mayli. Sen onun kaynidan hujum qil. Oldi deyin. Men chiqay. Ahmoqlar. Sen. Birodar. Sana qaraganda men ishtayligirak. Şuna sen meni yeymen deb avar bo'lma. Sen gapingda yenilmoqchimi? Mening maqsadimni tex bilmadingmi? Bak, nima ekansan? Sen rostini meni yemsan. Yemay burnimning ustiga ep qo'yatdimmi? Bichara iştlarning taqdiri oxiri shundoq natijalanibdi. Bo'linganni bo'riya degan tamsil shuningdan qolgan ekan. Oy, buva, qarang, yomg'ir yig'ibdi. Voy, ras. Tuymay o'ltiraveribdimiz ha. Bol qizim, o'gizlik qaqlog'i yaltiraq yeb yutib tush. Ma'qul, amsa naqshini o'g'zida aytmanjimi? Ma'qul.